Uyghur General Muhammed Rıza Bekin Miladiye 1925 yılı Xotan'da tug'ilgan Sharqiy Turkiston vaqfining sobiq boshlig'i marhum General Muhammed Rıza Bekin Türkiye Cumhuriyetining qurg'uvchisi Mustafa Kemal Atatürk'ning yo'l yo'riqiga binoan 1938 yılı Türkiye'de harbiy maktabda o'qigan Uyg'urlardan biri. U o'z ömrida Uyg'urlar uchun nurg'un amaliy xizmatlarni qilgan. O ömür boyu Türkiye-Xitay münasebetide Sharqiy Turkiston meselesinin sal qarashqa bo'lmaydigan tolumu muhim ve sezgür siyasi mesele ekanligini, Sharqiy Turkiston meselesi hal bo'lmay turib ikki davlat o'rtasidagi munosabatning ravon bo'lmaydiganligini ta'kidlaydi. U bu haqda nurg'un maqola ve dokladlarni yozib nashr qildirgan ve Türkiye'nin munosabatlik davlat organlariga izchil ta'minlab bergan. Meşhur inqilobchi, tarixchi ve Allama Muhammed Emin Bug'ra efendinin jiyani Muhammed Rıza Bekin 1925 yılı kuzda Xotan shahrida Ilohun Hakim adlı bir Uyg'ur tevib ailesida dunyoga kelgan. Biroq Ilohun 1928 yılı vafot bo'lib ketgachga uni onasi Saida xonim bir qo'lliq qatoriga qo'shgan. Saida xonim milliy ruhiy tolumu kuchlik, bilimlik ve dindar ayol bo'lg'ashqa o'zidagi bu alaydiliklarni Muhammed Rıza Bekin ve Ahmet Rıza Bekin'den ibaret ikki arzuliq o'g'liga to'liq singdiribli qolmay, yana texi ular maktab yeshiga to'shmasdilla maxsus oila o'qituvchisi taklif qilib ko'p tirishchanlik ko'rsatgan. Ayni chog'dagi Xotanning sharoitida bir tul ayolning bunchilik g'ayrat qilishi imkonsiz edi. Muhammed Rıza Bekin 7 yoshga kirganda onasi uni Qarqash Oyvoq madrasasida o'qituvchilik qilayotgan kuyog'li Muhammed Emin Bug'raga havola qilgan. Bug'ra apandining ayoli Amina Bug'ra xonim dal Muhammed Rıza Bekinning o'z hadisi edi. Saida xonim nihoyatda jasoratli ayol bo'lib 1932 yılı kuzda o'g'li Muhammed Rıza Bekinni Qarqashdan Xotan'ga aram aldırgılı ketayotgan yo'l ustida dehqonlarni bo'zaq qilayotgan bir murabning yeniga etini chaptirib berib, qo'lidagi qamchi bilan uni urgan ve bundan keyin dehqonlarni bo'zaq qilmaslikka ogohlantirgan. Bu vaqa 7 yoshlik Muhammed Rıza Bekinga qattiq ta'sir qilgan ve uningga adolatning kuchsiz titrab turolmaydiganligini his qildirgan. Aradan 20 yil o'tgandan keyin, ya'ni 1933 yılı 2. ayda Muhammed Emin Bug'ra 68 nafar askari bilan Qarqashni fatih qilgandan keyin shu yili 4. ayda Xotan islom hokimiyatini qurib chiqqan. Muhammed Rıza Bekin 2005 yılı 6. ayning 13. kuni nashr qildirgan o'z aslimisida yuqorqi bir yil ichida Sharqiy Turkistonda yuz bergan milliy mustaqillik harakatlari ve qonliq kurashlar natijasida shu yili 12 noyabr Qashqar shahrida qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti haqida qimmatli tarixiy ma'lumotlarni bergan. Rıza Bekinning kechirmishlari xotirlangan 250 betlik bu kitobda General Muhammed Rıza Bekinning 1925 yılda shahidona Xotan'da tug'ilganligidan tortib toki 2005 yilgacha bo'lgan bütün hayatı haqida o'qirmanlarga qimmatlik ma'lumot berilgan. Xotan, Qashqar ve Aqsu viloyatlari ozod bo'lgandan keyin Muhammed Rıza Bekin onasi, hammisi ve navri inisi bilan birlikda haj qilish ve chet elda o'qish uchun Xotandan Kashmirga qarab yo'lga chiqqan. Ular 1934 yılı 1. ayının qahrton soğuqida safarga chiqqan bo'lg'ashqa shu qitimliq haj safari to'limi mushaqqatlik bo'lgan. Ular Xotandan Shaydullahgacha otliq, Shaydullahdan Ladaqqa qadar eshaklik, Ladaqdan Sirnagargacha yana otliq yo'l yurib shu yerda necha kun aram ilibla Kashmirning markazi Sirnagardan avtobus bilan Rawalpindi shahriga, u yerdan poyezd bilan Karachi shahriga yetib borgandan keyin eng oxirgi bosqichni 22 kunda paraxod bilan tamomlab, shu yilgi haj mavsumiga ulgurib Jiddi shahriga yetib kelgan. Rıza Bekin efendinin eslimisida yezilishicha
Ular tögü bilan 2 kunda 1000 tasta Makkaga yetib kelgan. Ularni Makkada yerleşip qalgan Uyg'ur muhojirlari qizg'in kutib olgan va uylarida mehmon qilgan. Muhammed Rıza Bekin ailesi 1934 yılı 28 Mart haj faoliyatlarini to'liq ado qilgandan keyin yana bir hafta to'ygulik safar qilib Madina shahriga yetib borgan. Ular 1934 yılı 8 iyun kuni Jiddidan paraxot bilan yo'lga chiqib 28 iyun Karachida quruqlikka chiqib poyez bilan Lahorga yetib kelgandan keyin Qashqar va Yakandan chiqqan Uyg'urlardan navbatdagi Qashqar va Xotandagi vaziyatning nihoyatda xatarlik ekanligini 1934 yılı 26 Mart Qurban Hayit kuni Muhammed Emin Bug'raning ishki qanoti bo'lgan ukalarining Yangisarni qo'g'dash yo'lida Tungan banditlari tarafidan shahid qilinganligini Arkadilla Stalinning besimi bilan 13 aprel kuni Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti tarqitilib 15 apreldan e'tiboran Yakan shahrining Tungan Majungying banditlarining qo'liga tushib ketganligini, eng oxirgi milliy mustaqillik qo'rg'ini bo'lgan Xotan tavasining pat arida O'ruslar, Xitoylar va Tunganlarning hujumiga uchraydiganligini aytishib, ularning vatanga qaytib ketishini to'smoqchi bo'lgan. Biroq el-yurtning xatarlik vaziyatda qolganligidan qattiq qayg'urgan Saida xonim qat'iylik bilan vatanga qaytishni qaror qilgan. Ular 22 iyul Ladaqqa yetib kelgandan keyin Xotan islom hukumatining oldin hijrat qilgan karvoni bilan uchrashib, Xotanning Maxusan boshchiligidagi Tungan kuchlari tarafidan ishg'ol qilinganligini, Bug'ra Hazratning pat arida Qarang'i tog'dan ayrilib Hindistonga keladiganligini aytgan. Darvaqa 1934 yılı 7 ayning oxiri vatandan ayrilgan Muhammed Emin Bug'ra apandi Shaydullah orqali Ladaqqa yetib kelgan. 8 ayning o'tirlari Muhammed Rıza Bekin Muhammed Emin Bug'ra Hazrat bilan ko'rishib, uning yenida qolib qolgan. Bug'ra apandi uzun o'tmay Hindistondan Afg'onistonga ko'chishga majbur bo'lganda Rıza Bekin onasi bilan billa Bug'ra apandiga agishib Kabulga yetib kelgan. Bug'ra apandi 1935 yildan 1942 yilgacha bo'lgan orliqda Afg'oniston bosh vaziri Hoshim Xon, tashqi ishlar vaziri Fayzi Muhammad xonlarning tonishtirishi bilan Turkiya va Yaponiya bosh elchilari bilan yaqin munosabat o'rnatgandan keyin nurg'un qitim o'ylanish orqali Rıza Bekin qatorliq 9 nafar Uyg'ur yoshni Turkiyaga harbiy maktabda o'qitish uchun avatgan. Bu ishda Kabuldagi Turkiya bosh elchisi Mamaduh Shavkat Asandal apandining roli zo'r bo'lgan. Rıza Bekin har qitim Bug'ra apandi bilan billa Turkiya elchixonasiga billa berib, fikrlashish jarayonida milliy g'ururi oshgan va ko'zi ichilgan edi. Turkiya bilan Yaponiyadan tangli taklif topshirib olgan Bug'ra apandi milliy va diniy o'rtoqlikni chiqish qilib, yuqorqi 9 nafar Uyg'ur o'quvchini Hindistondan dengiz yo'li bilan Basraga, ondan Bag'dodga elib kelgan. U yerdan poyez bilan Halab orqali Adanaga yetib kelgan. Amdili 13 yoshlarga qadam qo'ygan Rıza Bekin dadillik bilan Turkiya harbiy komandirlariga o'zi yodlab olgan Istiqlol marshi va boshqa milliy ruhni ko'taradigan she'rlarni o'qib berib hayron qoldirgan. Muhammed Rıza Bekin 1938 yılı İstanbul Maltepe harbiy o'rta maktabiga qabul qilingan. Muhammed Rıza Bekin 1944 yildan 1948 yilgacha Turkiya quruqliq armiyasi maktabida o'qib, yuqori natija bilan o'qish bitirgandan keyin 1950 yili kuzda Koreya urushiga qatnashgan. Bu urushning oldi keynida u 1949 yili Germaniyada, 1953 yili Amerikada harbiy axborot to'plash kursiga qatnashgan. Keyin Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotida Turkiya vakili bo'lib xizmat o'tagan. General Muhammed Rıza Bekin 1954 yildan 1959 yilgacha Turkiya armiyasi bosh shtabi axborot to'plash idorasida mudir bo'lib ishlagan. 1973 yili general mayor bo'lgan. U 1977 yili pensiyaga chiqqandan keyin 1986 yilgacha 9 yildak Turkiya bosh ministerligida ishlagan.
general Muhammed Rizobekin 1986-yılı Sharqiy Turkiston vaqfining boshliqligiga saylangan. U 1987 yildan e'tiboran Sharqiy Turkistondan o'quvchi elib kelib, Turkiyada o'qitish planini o'tirg'i qo'yib, pensiyaga chiqquncha ko'p sonda o'quvchining Turkiyada oliy maktabda o'qishini amalga oshirgan. General Muhammed Rizobekin Sharqiy Turkiston vaqfining sohibxonligida 1992 yılı 12 ayda İstanbul'da Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayining chaqirilishiga rahbarlik qilgan. U 1997 yılı 5 fevralda G'o'lji qirg'inchiligi yuz bergandan keyin uzun o'tmayla barliq Uyg'ur tashkilotlari orasidagi ittifoqlikni amalga oshirish uchun İstanbul'da Sharqiy Turkiston Milliy markazini qurgan. General Muhammed Rizobekin yana sobiq Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayining faxriy raislik vazifasini o'tagan edi. U yana uzun yillar Markaziy Saudiya Arabistonining Makka shahrida turishliq Islom Dunyo ittifoqi tashkilotida Uyg'urlarning vakili bo'lib vazifa o'tagan edi. General Muhammed Rizobekin davomliq "Men 1977 yili pensiyaga chiqquchi bo'lgan orliqda Turkiya armiyasi uchun xizmat qildim. Uningdan keyin Uyg'urlik burchimni ado qilish uchun vatanim Sharqiy Turkiston uchun xizmat qilyapman" deydi. Turkiyaning İstanbul shahrida faoliyat elib berayotgan Sharqiy Turkiston vaqfi boshlig'i, Sharqiy Turkiston Milliy markazining qurg'uvchi mas'uli, pensiyaga chiqqan general Muhammed Rizobekin 2010 yili 2 oyning 16 kuni seshanba kech soat 20 dan 35 da 85 yoshida Anqarada vafot bo'lgan. 2 oyning 18 kuni payshanba tushdan keyin Anqaradagi Qo'jatepa masjidida qilingan janoza namozidan keyin Qarşıyaka şehit ve g'azilar mazarlıqıga dafn qilingan. Merhumning janoza namoziga 1500 dan ortiq kishi qatnashgan bo'lib, bularning ichida Turkiya armiyasining dangli qo'mondonlari, ofitser askarlari, bir qism parlament a'zolari, partiya tashkilot rahbarlari bor edi. Turkiyada 1973 yılı general mayor harbiy martabasiga erishgan, bütün ömrünü, vatani, millati ve asoratdagi xalqini qutqizish uchun sadoqat ve fidokorlik bilan o'tkazgan merhum Muhammed Rizobekin yolg'izla Uyg'ur xalqining yuksak hurmatiga sazovor bo'lib qolmasdan, balki yana Türk xalqining oliy ehtiromiga erishgan Uyg'ur mo'tavarlarining biri edi. Merhumning sabdoshlaridan G'ulomidin Paxta, Sultan Mahmud Qashqari, Ahmad Egambardi va boshqa mo'tavarlarning bahosiga qaraganda Rizobekin Pasha vatanini va millatini so'ydigan kamtar kishi edi. Ular Türk armiyasida generallikcha o'sgan Mehmet Rizobekinning pensiyaga chiqqandan keyingi 30 yillik hayotini Sharqiy Turkiston davosiga atganligini 1992 yili İstanbul'da Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayini chaqirganligini, Turkiyada 1000 atrofida Uyg'ur o'quvchini o'qitganligini, 40 kishining universitetlarda xizmat qilayotganligini bayon qilgan. Merhum general Muhammed Rizobekinning eng muhim xizmatlaridan biri Uyg'ur o'quvchilarini o'qitish edi. U 1980 yildan 2010 yilgacha bo'lgan 30 yillik orliqda ko'p sonda Uyg'ur o'quvchilarini o'qitgan bo'lib, hozir bu o'quvchilar Turkiyaning har qaysi universitetlarida xizmat qilmoqda.